tashabbus qilinishi yangi O'zbekiston islohotlaridagi ustuvor vazifalar sifatida belgilangan tarbiya, ta'lim va oila institutini takomillashtirish maqsadlarini izchil va bevosita davomi sifatida qabul qilinishi kerak. O'zbekistonda mana yangi islohotlar davri milliy taraqqiyotimiz hamda O'zbekistonni rivojlangan mamlakatlar qatoriga ham iqtisodiy ham ma'naviy qudrat bilan olib chiqish kabi maqsadimizga erishishda yosh mamlakatlardan biri, ya'ni aholisini ko'pchilik qismini yoshlar tashkil qiladigan kam davlatlardan biri sifatida O'zbekiston uchun juda ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan masala. Biz ta'lim tarbiya sohasida juda katta islohotlarni amalga oshiryapmiz. Mana bog'cha bilan bog'liq, maktab bilan bog'liq, oila institutini qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq juda jiddiy katta islohotlar amalga oshirilyapti. Mana shu jarayonlar bizga juda katta bir kamchiligimizni ko'rsatib qo'ydiki, biz asl hal qilmoqchi bo'lgan masalamiz bolani tarbiyasi bilan bog'liq ekanligini yaqqol o'rtaga chiqib qoldi. Bugun bolaga nisbatan mana tashabbuskorimiz Mansurbek Polvonzoda juda yaxshi tushuntirib aytdilar. Bugun zo'ravonlikka uchrayotgan bola bu mamlakatimizning kelajagi. Chunki psixologiyada hamda pedagogikada isbot talab qilmaydigan bir haqiqat bor. Zo'ravonlikka uchragan bola albatta zo'ravon bo'ladi. Chunki yoshligida agressiya ko'rgan odam albatta agressiv xulqqa ega bo'ladi. Bugun nima uchun bizda yoshlar orasida jinoyatchilik kuchayib ketyapti? Nima uchun farzandlarimizga bizni 1000 yillik davlatchilik hamda tarbiya qadriyatlarimiz bilan bog'liq bo'lgan ustunlarimiz bo'lishiga qaramasdan nimaga bugun bolalarimizda bunaqa agressiv xulq paydo bo'lyapti va nimaga ularda ilmga bo'lgan, ma'rifatga bo'lgan juda katta ishtiyoq ajdodlarimizda bo'lgani kabi emas degan savollarga biz aslida mana shu yerda javob topishimiz kerak. Biz bolaga nafaqat to'g'ri tarbiya bera olmayapmiz, balki unga agressiya, zo'ravonlik ko'rsatyapmiz. Oilada bolaning fikri umuman hisobga olinmaydi. Bog'chada bola erkin birorta gapini gapira olmaydi. Ta'lim muassasalarida mana ahvolni ko'ryapsizlar. Bolalarni bir erkin fikrlash, ta'lim berish u yerda tursin, hatto mana shu agressiv ayrim o'qituvchilarimizning agressiv harakatlari bugun bolaga nisbatan mana shu zo'ravon xarakterni jamiyatimizni ajralmas qo'yyapti va bu biz uchun davlatchilik masalasi, milliy taraqqiyot masalasi hamda mamlakatimizning kelajagini hal qilish masalasi ekanligini unutmagan holda, men hurmatli hamkasblarimizdan bu qonunni konsepsiyasini qo'llab-quvvatlash naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor ta'kidlamoqchiman. O'zbekistonimizni kelajakda qudratli davlat bo'lishini xohlasak, bugun bolalarimizga zo'ravonlikka yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bolalarimizni to'g'ri tarbiya qilishimiz kerak. Chunki bugungi bola ertaga O'zbekistonning kelajagi hisoblanadi. Davlat rahbari hududlarda yurgan paytimizda bir fikrni aytgan edilar. Bugun biz O'zbekistonni rivojlanishi uchun iqtisodiy resurslar qancha kerak bo'lsa topamiz. O'zbekiston, bugungi O'zbekiston avvalgi O'zbekiston emas. Biz dunyodagi moliyaviy katta institutlarning hurmatiga erishdik. Biz nima so'rasak berishyapti bugun. Iqtisodiy rivojlanishimiz uchun sharoitimiz bor. Lekin shuncha amalga oshirilgan ishlarni ertaga qadrini bilmaydigan kelajakka yaratib qo'ysak, farzandlarimizni to'g'ri tarbiya qila olmasak, shuncha qilgan mehnatlarimiz nimaga olib keladi degan fikrni aytgan edilar. Aynan shu fikrda biz eng katta muammolardan biri sifatida bolalarimizga bugun yetarli darajada mehr-muruvvat ko'rsatilmayotganligini, aksincha zo'ravonlikni rivojlanib ketayotganligini ko'ryapmiz. Shu sababli hurmatli deputatlar, bu qonunga juda jiddiy yondashishimiz kerak. Ikkinchi o'qishda bu qonunni takomillashtirish bo'yicha barcha fraksiyalar o'z taklifini berish kerak. Ayniqsa ta'lim tarbiya masalalari ustuvor hisoblangan Milliy tiklanish partiyasi albatta bu qonunga butun e'tibor bilan yondashadi va bu bugungi kunda jamiyatimizni eng katta muammolaridan birini bartaraf qilish uchun zarur bo'lgan bir qonun sifatida o'z takliflarini beradi. Hurmatli spiker, hurmatli hamkasblar, men bu qonunni barcha fraksiyalarni qo'llab-quvvatlashini va takomillashtirish bo'yicha o'zlarini qo'shishga da'vat qilib qolmoqchiman.